Assalomu alaykum oshxonaviy bel ishqibozlari. Biz Namangan viloyatiga oshxonaviy belimizni olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Xo'p, bu oshxonamizni razmeriga keladigan bo'lsak, bu chekkamizdan kir mashinamiz bu boshigacha 3,5 sm bo'ldi. Xo'p, bitovoy texnikalari xonadon egalaridan bo'ldi. Gaz plitasi, pechlari, vitichkalari. Xo'p, bizdan qo'yiladigan, o'rnatiladigan narsalarga keladigan bo'lsak, mo'ykasi simisitel bo'lmaydi, gazatiri bo'ladi, sochiq ilgichi, qop-qoragina nijavika shushilkalarigacha qo'yib qo'ydik. Xo'p, magnetlari bor. Xo'p, nimalari ham ishlaydigan qilib, vitichkalarini ham 300 skorli yaxshisidan hamyoqlarini chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Tortmalarida plastmassa shushilkalari ham bor, bemalol ishlataveradi. Taylarini ham chiroyli qilib tayyor qilib o'rnatib qo'ydik. Oshim-oshiqlari vakuumli. Chekkada plastmassa lentalari plastmassa bo'lgan, ruchkalari qora. Xo'p, ko'pchilik qora qo'yib beryapsiz deydi. Qorasi nimasi bo'ladi? Oshxonada suv puchachilaganda ruchkalari ham sal dog' bo'lib qolmaydi. Chekkadagi lentalari ham o'sha uchun chiroyli bo'lish uchun qilingan. Kaferlarni ham chiroyli qilib bosib, xo'p, razvedkasini tushirib qo'ydik. Chekkadagi diod chiroqlarni ham qo'yib qo'ydik. Bu joyimizga bu boshimizdan bu boshigacha balandligi 220 sm, 5.350.000 so'mga olib kelib ustanovka qilib berdik. Dastavkasi Vodiy bo'ylab. Telefon nomerlarimiz 93 569 8741 nomerlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga shunaqa oshxonaviy bel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ramazon oyida buyurib nasib qilsin, Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi, shinamgina, ixchamgina bo'lib. Kir mashina, mo'yka, chekkasiga gazimizni qo'yib berdik. Gaz yonida 30 sm joy qo'yib berdik. Kattaroq qozon qo'ysa ham bemalol ishlasa bo'laveradi. Bu chekkalariga kafelini ham bosib berdik. Xo'p, bu oshxonaviy belimizni 5.350.000 so'mga kafeli, mo'ykasi, sochiq ilgich, tuz quruqcha qo'yadigan magneti, plastmassa shushilkasi, mo'ykamizni tepasida qora original shushilkalarigacha qo'yib ustanovka qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, betadan laykni bosib, tanish-bilishlarga jo'natib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Telefon nomerlarimiz 93 569 8741 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Videoda xato kamchilik bo'layotgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha olyapmiz videolarni chiroyli qilib. Xudo xolasa Ramazon oyida xonadonlarda ayollariga, xo'jonalarimizga qilib beraman degan yuragida o'ti bor akalarimiz bitadan laykni bosib, bemalol telefon nomerlarimizga telefon qilaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Salomat bo'linglar.